Salom do'stlar, sizlar bilan men bugun yana o'sha Umarbek Gamer. Bugun sizlar bilan Roblox o'ynamoqchi bo'lgan, lekin uni ocha olmayotgan bolalar uchun video olmoqdaman. Bugun sizlarga Robloxni qanday qilib ochishni hozir ko'rsataman. Ya'ni Robloxni ochib, unga kira olishni ko'rsataman. Bu video uni bilmaydiganlar uchun foyda beradi. Agar sizlarga kerak bo'lsa, oxirigacha ko'ringlar videoni. Videoni boshlashdan oldin videoni pastiga tushib, like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yinglar. Biz unda videoni boshladik. Birinchi bo'lib, sozdat akkauntga kirasiz. Bu mana keyin siz tug'ilgan oyingizni yozasiz. Mana meniki hozir 20 bo'lmayapti. Mana 26 dekabr 2013. Bu mening tug'ilgan yilim. Siz o'zingiznikini qo'yasiz. Mana pastdagi mana bu joyda esa hozir mana bu yerda esa siz o'g'il bola yoki qiz bola ekanligingizni tanlaysiz. O'g'il bola bo'lsangiz buni, qiz bola bo'lsangiz buni. Men o'g'il bolaman, shuning uchun shunaqa qildim. Xo'p, mana bu yoqqa xo'p siz o'z ismingizni yozasiz. Xo'p. Men o'z ismimni yozdim. Xo'p, nima deyapti endi? Menimcha joy tashlash kerak emas. Unda mana bu kerak. Bu yerga 13 mana bo'ldi. Endicha bo'ldi. Keyin продолжить. Va Roblox ochilmoqda. Internetda muammo, shuning uchun sekin ishlayapti. Sizda tez ishlaydi, ochish mumkin. Aytgancha, sizga Robloxdagi qaysi o'yinlar yoqadi? Buni albatta kommentariyaga yozib yuboring. Agar qaysi birini xohlasangiz, men o'sha o'yin haqida video olishim mumkin. Xo'p, sekin bo'lyapti. Internet o'chirib yoqib yuboraylik. Haliyam turibdi. Xo'sh, mana uni ochganimdan keyin mana bunaqa chiqdi. Xo'p, siz bu yoqqa parol qo'yishingiz kerak. Mana parolni ustiga bosasiz. Keyin siz xohlagan harfdan, raqamdan 8 talik parol qo'yishingiz kerak. Mana masalan, katta harf shart emas. Lekin harf ham, raqam ham bo'lishi kerak. 8 ta bo'lishi shart. Mana keyingisi сохранить parol deyapti. Сохранить. Xo'sh, bo'ldimi?
Ana shu bilan Roblox o'yini ochiladi. Mana ochildi hozir. Xohlagan o'yiningizni tanlashingiz mumkin. Bu yerda o'yinlar esa ko'p. Adashmasam 100 tadan oshadi. Aniq ma'lumotga ega emasman bu haqida. Lekin o'yinlar juda qiziq. O'ynab ko'ringlar, bilmaganlar ham. Xo'p, qo'rqinchli o'yinlar ham bor, qiziqarli o'yinlar ham bor, kulgili o'yinlar ham bor. Hammasi bor. Hattoki Minecraft ham bor, chiqadi. Mana bu yerda searchga kirib, xohlagan o'yiningiz nomini qidirishingiz mumkin. Masalan, mana Minecraft. Mana chiqadi birinchi bo'lib. Hop. Bu Minecraft dillar. Mana Minecraft o'yinlari hozir. Mana xohlaganingizni kirib o'ynashingiz mumkin. O'yinlar juda ham qiziq. Hop, qaytamiz. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, videoni ostiga tushib obuna bo'lish va like tugmachasini bosing. Sizlar bilan men o'sha Umarbek gamer bo'ldim. Keyingi videolarda nima o'yin haqida video olishimni xohlashingizni yozib qoldiring. Shunda men o'sha o'yin haqida video olishim mumkin. Xo'p, sizlar bilan uchrashguncha, ko'rishguncha, xayr. Sog' salomat